mavzuyimiz bo'yicha sehrli qo'llar metodidan foydalangan holatda o'yinimizni boshlaymiz. Bilamiz shartlarini. Bu yoqda savolligi, bu yoqda javobi turibdi. Demak, hozir darsimiz Ne'mat Jonova bilan demak, Fayzullo o'yinimizni boshlab beradi. Kim birinchi boshlaydi? Boshla. Fayzullo. Aytib bajaring. Avvalgi 532 Yurish qilgan. Ne'mat Jonova Padarkush asari Mahmud Xo'janing Xudiyniki to'g'ri bajardimi? Yaxshi, yana bajaramiz. Hop, Fayzullo. Bor. Hop, 519-yili nima bo'ldi?